Chizgan eskizlaringiz nimaga o'xshamayotgan bilasizmi? Bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga dizaynerlik sirlarini aytaman. Ko'pchilik bilmaydigan eng muhim sirlardan biri eskiz chizishda avtoqalam ishlatish. Bu ruchkaga o'xshaydi, uchi juda ingichka bo'lgan maxsus qalam. Aynan shu qalam eskizlaringizni nozik, yengil va professional ko'rsatadi. Avtoqalamdan tashqari yana bir narsa muhim, bosimni nazorat qilish. Ko'pchilik eskiz chizganda qalamni qattiq bosadi, shuning uchun chiziqlar qo'pol chiqadi. Aslida esa dizaynerlik eskizi yengil, havodor, go'yo uchib ketayotgandek bo'lishi kerak. Ikkinchi sir, shaklni bir martada emas, bosqichma-bosqich qurish. Avval juda yengil skelet chizasiz, keyingina libosning o'zini to'ldirasiz. Unda proporsiya buzilmaydi, figurasiz to'g'ri chiqadi. Uchinchi sir, ko'z mashq qilish. Yaxshi dizayner chiroyli eskizni qalam bilan emas, ko'z bilan chizadi. Ya'ni ko'p kuzatish, ko'p mashq qilish va eng muhimi sabr. Shu sirlarni qo'llab chizsangiz, eskizingiz shu haftaning o'zida o'zgaradi. Aynan shu qalam bilan chizilgan eskizlar juda chiroyli chiqadi va libos shakllari osonroq ko'rinadi. Dizaynerlikdagi boshqa sirlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'ling va bu videoni dizaynerlikka qiziquvchi tanishingizga yuborib qo'ying.